mehmonlarimiz bilan suhbat jarayoniga o'tamiz. Albatta, ikkinchi xalqaro olimpiada o'tkazildi. Urganch shahrida o'tkazilganligi bu ham bizni vohamizni yutug'i desak to'g'riroq bo'ladi. Bugun xalqaro miqyosda ham nafaqat respublikamiz, balki viloyatimiz ham ko'zga ko'rinib qoldi. O'z natijalari bilan allaqachon ko'plab insonlarni lol qoldiryapti. Ayniqsa xalqaro maydonda. Menimcha bir nechta marotaba xalqaro olimpiadalarga vohamiz mezbonlik qildi. Albatta, va bu mezbonlik faqatgina mezbonlik bo'lmadi, g'alabalar bilan ham yakunlandi. Bugun g'oliblar bilan suhbatlashamiz. Mehmonlarimizni tanishtirib o'tsam, mehmonlarimiz Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali stomatologiya kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori Akbarbek Quryozov hamda ularning shogirdlari, mana shu olimpiada ishtirokchilari Shahlo Hasanova, Jamshidbek Karimov, Temurbek Bobojonovlar studiyamiz mehmoni bo'lishmoqda. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Avvalambor muborakbod etamiz. Bugun yutuqlar bilan studiyamizga tashrif buyurdingiz. Xo'sh, taassurotlar qanday bo'ldi? Qanday sinovlardan kechdingiz? Albatta, qizg'in jarayonlar bo'ldi adashmasam. Ayniqsa mezbonlik qilib yutqazib qo'yish yomon bo'ladi. To'g'ri. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumingiz bo'lsinki, mana yaqinda joriy yilning 25-26 aprel kunlari Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filialida ikkinchi bor Urganch 2030 xalqaro olimpiadasi o'tkazildi. Bu yerda demak hamdo'stlik mamlakatlaridan Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston Respublikasining 4 ta oliygohidan, Qirg'iziston Respublikasining 2 ta oliygohidan va o'zimizning respublikamizda davlat va nodavlat tibbiyot oliygohlaridan jami 300 ga yaqin talaba ishtirok etdi. Shu jumladan demak olimpiadamizda tibbiyot oliygohlari uchun 21 fan yo'nalishi bo'yicha tashkillashtirilgan bo'lib, jami 300 ga yaqin talaba ishtirok qildi. Olimpiadalarimizda talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini baholab borish maqsadida hamdo'stlik mamlakatlaridan va O'zbekiston Respublikasining tibbiy oliy ta'lim muassasalaridan xalqaro jyurilar taklif qilindi va jyurilar demak bularni xolisona baholab borishdi. Olimpiadalarimiz o'zi tashkillashtirilib barcha fanlar bo'yicha 3 ta etapda olib borildi. Birinchi etapda qatnashayotgan talabalar o'zlarining fan kesimida demak bular test sinovlaridan o'tdi. Test sinovlariga muvaffaqiyatli o'tgan talabalar demak olimpiadaning ikkinchi etapiga ruxsat berildi. Ikkinchi etapida talabalarimiz demak og'zaki savol javoblarga javob berishdi. Undan ham muvaffaqiyat o'tgan talabalar bular 3-yo'nalishga o'tib, o'sha har bir yo'nalish kesimida, masalan, men stomatologiya bo'ladigan bo'lsam, men o'zim stomatologiyada mana oxirgi zamonaviy manikenlarda tishlarning restavratsiyasi, har yo'nalish bo'yicha tishlarni charxlash, boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'sha manikenlarda va bevosita preparatlarda, mikroskoplarda ko'rib o'sha yerda baholab bordi va oxirida jyurilarning yakuni bilan talabalarning demak bilim darajasi baholandi. Bu demak olimpiadani o'tkazish jarayonida talabalarimizni shu yuksak daraja o'tkazish uchun filialimiz ma'muriyati tomonidan o'sha olimpiada o'tkazish jarayoni moddiy texnik bazasi ta'minlab berildi. Chunki bularni o'tkazish uchun filialimizni hamma narsa yetarli va oxirida demak biz 25-chisa kuni o'sha yakunlab 26-chisa kuni aprel kuni kelgan mehmonlarimizga o'zimizni tarixiy shahrimiz bo'lgan Xivaga ekskursiya tashkil qildik. 26-chisa kuni olimpiadani shu biz yakunladik. Va albatta mana shu yerda talabalar ishtirok qildi. Shogirdlar va ularning yutug'i baribir ustozlarni quvontiradi. Keling, o'zlaridan so'rasak. Shahloxon, xo'sh, siz qaysi yo'nalishda ishtirok qildingiz? Assalomu alaykum. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali stomatologiya fakultetining 3-bosqich talabasiman. Men bu Urganch 2030 xalqaro fan olimpiadasida terapevtik stomatologiya fani bo'yicha qatnashdim. Bu test sinovlari 3 ta bosqichda o'tkazildi. Birinchisi bu fan bo'yicha 20 ta savol berildi. Bu testdan o'tganimizdan keyin ikkinchi bosqichi, ya'ni og'zaki bosqichi bo'lib o'tdi. Bundan ham o'tganimizdan keyin amaliy ko'nikma bo'ldi. Ya'ni men terapevtik stomatologiya bo'yicha qatnashganligim sababli zamonaviy modellarda, ya'ni manikenlarda tishning estetik restavratsiyasini qilishim kerak bo'ldi. Bunda bizni baholashda o'zimizning O'zbekiston bo'ylab kelgan tibbiyot institutlaridan jyurilar va dunyo bo'ylab qatnashgan jyurilar baholab bordi. Bu natijalarga ko'ra men faxrli birinchi o'rinni egalladim. Tabriklaymiz. Bunda bizni oliygohlari shunaqa ko'zidan bilinyapti. Endi bu xalqaro miqyosdagi hakamlar oldida amaliyot bajarish ham oson emasda. Hayajon bo'ldimi ana shu
jarayonda? Bu olimpiada bo'yicha men birinchi bor qatnashishim men uchun juda faxrli bo'ldi. Albatta hayajonli bo'ldi. Hakamlar oldida, lekin juda kuchli saviyada o'tkazildi. Do'stlar orttirdik, yangi juda zo'r bo'lib o'tdi bu olimpiada. Hali taassurotlari ketmagan, sezilyapti. Shahloxonning yuzlaridan, ko'zlaridan. Keling, Jamshidbek, sizga ham yuzlansak. Xo'sh, siz qaysi yo'nalishda ishtirok qildingiz? Men 3-bosqich talabasiman. Patologik anatomiya fani bo'yicha qatnashdim. Davolash yo'nalishida o'qiyman. Ilmiy rahbarim Sultonov Bektemir Bahromovich. Bizda ham shu qo'shni davlatlar bilan birgalikda shu talabalar ishtirokida olimpiada bo'lib o'tdi. Unda biz birinchi bosqichda test bo'ldi, ikkinchi bosqichda amaliy ko'nikma bo'ldi. Biz patologik anatomiya fani bo'yicha shu organlardagi o'zgarishlar bo'yicha mikropreparat va makropreparatlardagi o'zgarishlarni aytib berdik. Keyin 3-bosqichimiz vaziyatli masalalar bo'ldi. Endi hayajon ham bo'ldi. Men unda ishtirok etib, shu birinchi faxrli o'rinni egalladim. Endi murakkablik tug'ilgan savol. Murakkablik Eng qiynab qo'ygan siz mana shu jarayonda ikkilanib qolganingiz. Baribir bo'lgan, adashmasam. Qiynalgan jarayonni so'rayapti sizdan. qiynalgan jarayoni shu mikropreparatlarda shu qiynalish jarayoni bo'ldi. Biz shunga baholash, chuqur yondashdik unga. Ajoyib. Akbar akaga yuzlanmoqchi edim. Uzr, gapingizni bo'ldim. O'zi boshqa oliygohlarga birinchi o'rin qoldimi? Albatta, chunki endi bu olimpiadada ishtirok qilishning o'zi bir baxt, chunki olimpiadaga kelgan har bir talaba mana shu oliy ta'limni yuzi hisoblanadi. Chunki hozir olimpiadaga chiqish uchun bu talabalar ham o'zi bosqichdan o'tadi. Chunki biza boshqa oliy ta'limdan bizni filialimizdan oldin ichki olimpiada o'tkaziladi. O'sha ichki olimpiadalarda yaxshi yuqori o'rinlarni egallagan talabalarimizni biza keyingi etapga tavsiya qilamiz. Chunki bo'ldi, chunki birinchi o'rin, ikkita birinchi o'rin, biza har bir yo'nalishda 20 ga yaqin talaba ishtirok qildi. Shuning uchun biza olimpiadani o'sha diplomlarni taqsimlagan paytda o'zi har bir yo'nalish bo'yicha ikkita birinchi o'rin, ikkinchi o'rin 3 ta bo'ldi, uchinchi o'rin 4 tadan taqsimlandi. Demak, oldi, boshqa oliygohlar ham oldi. Demak, bittadan taqdim qildik ularga. Bizni filialimiz birinchi o'rinni olmagan yo'nalishlar ham bor, chunki endi kuchlilar kelgan, haqiqatdan bu bolalar bilan ishtirok qildi. Demak, men shunaqa shogirdlarimdan faxrlanaman. Mana shogirdlarning yutuqlarini eshityapmiz, o'zlaridan ham so'rayapmiz. Endi sizni oldin tibbiyot fanlari nomzodi deb e'lon qilardik va bugun tibbiyot fanlari doktori deb e'lon qildik. Yaqindagina himoya qildingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Hali diplomni olmadim deb tortinchoqlik qilyapsiz. Faqat shunday tanishtirishni xush ko'rdik, ma'qul ko'rdik, chunki erta-indin kelib qoladi, adashmasam. Va albatta, mana shu natijalarni bardavomligini ham Ustozda ham hayajon bor. Qarang. Albatta. Natija bir emas, qo'shaloq bayram. Natijalarni e'lon qilayotgan paytda ustozda ham mana hayajon bo'layapti. Endi shogirdlardan faxrlanishni o'zi bir o'zgacha zavq. O'zini yutug'idan faxrlanish o'zgacha zavq. Albatta, chunki qilgan ishingizni mevasi ular ko'rinadi. Mana shogirdlarda ko'rinadi baribir ustozlarni. Temurbek, sizda qanday bo'ldi endi ishtirok jarayonlari? Men Bobojanov Timur Rashidovichman. Assalomu alaykum. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali davolash fakulteti 5-bosqich talabasiman. Pediatriya neonatologiya kafedrasidan 2-xalqaro olimpiadada qatnashdim va faizli birinchi o'rinni ishtirok etib, faizli birinchi o'rinni yutib oldim. Olimpiada jarayonlari uchun juda ham yaxshi o'tdi. Oliy darajada manekenlardan, hamma narsadan foydalanib bildik va yangi qurilgan binoda hamma shart-sharoitlar bor edi. Toshkent tibbiyot akademiyasi tomonidan hamma jarayon yaxshi bo'ldi. Hammasi uchun ilmiy rahbarlarimga va tashkilotlarga rahmat aytaman. Sizga murojaat qilmoqchiman. Nima uchun aynan bolalar shifokor yo'nalishini tanlagansiz? Chunki bolalar bilan ishlash juda qiyin. Aynan ularni davolash-ku. Hali ular bilan o'ynash juda ham qiyin kelib qoladi ba'zi holatda. Ular bilan suhbatlashib o'tirish. Injiqliklari bor ularning. To'g'ri, bola katta odamga qaraganda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham immunopediatriyani tanlaganman. Nechun desa, yosh bola bir yerim og'rib turibdi deb bilmaydi. Masalan, katta odam kasal bo'lsam, uyda o'zi davolanib biladi. Yosh bola uni o'zi aytib bilmaydi. Yosh bolaga ko'proq mehr va
yondosh boshqacha bo'ladi. Murakkabroq bo'ladi. Murakkab bo'lgani uchun ham aynan mana shu yo'nalishni tanladim demoqchisiz. Ha. Har bir bolaning xarakteri har xil, injiqliklari, lekin ularni davolashni o'zi bir vaqt. Ko'pchilikka quvonch ulashasiz bir vaqtning o'zida. Aslida va mana shu natijalardan keyin hali oldimizda yana marralar bo'lishi kerak, maqsadlar, to'g'rimi? Marhamat, Shahlo. Albatta, bundan keyin olimpiadalarda juda ko'p qatnashishni o'zimga maqsad qilib oldim. Nafaqat olimpiada, balki boshqa tanlovlarda ham qatnashishni o'zimga maqsad qilganman. Akbar akaga yuzlanmoqchi edim yana bir bora. Aynan talabalarni olimpiadaga yo'naltirish bo'yicha mas'ulsiz menimcha. Olimpiadalarda qatnashtirish, ularga boshchilik qilish. Mana shu jarayon qiyin emasmi? Ishingizni ham birga olib borish va birgalikda talabalar bilan ham qo'shimcha shug'ullanish kerak buning uchun menimcha. To'g'ri aytasiz, chunki endi mana tibbiyot akademiyasida o'tkazayotgan barcha fanlar bo'yicha kafedrada olimpiadaga mas'ul shaxslar bor. Demak, biz bilamizki, masalan, har bir oliy ta'limning reyting bahosi bo'ladi. O'sha reyting bahosida albatta mana shu xalqaro nufuzli olimpiadada olingan o'rinlar inobatga olinadi. Uchun filialning ma'muriyati tomonidan barcha sharoitlar yaratilgan. Biz o'sha reytingni ko'tarish uchun albatta talabalarni tayyorlaymiz. Har bir mas'ullar bo'ladi. O'sha talabalarni tayyorlab bo'lgandan keyin eng yuqori yutuqqa ega bo'lgan talabalarni o'sha o'tkazayotgan xalqaro olimpiadalarga kafedralar tomonidan tavsiya qilinadi va o'sha institut nomidan demak borib qatnashadi. Demak, albatta mehnat talab qiladi, qo'shimcha mehnat, chunki u yerda kelayotgan, baholayotgan hay'at a'zolari har bir detallarga e'tibor beradi. Masalan, endi men o'zim stomatologman, shogirdlar 3 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan bo'lgan bo'lsa, har bir yo'nalish bo'yicha mas'ullar bor. Demak, o'sha yerda manekenda ishladimi tayyorlash kerak, chunki endi qo'yayotgan paytda endi estetik restavratsiya degan narsa endi bir aytganda tish kosmetologi bo'ladi stomatolog. Juda ham chiroyli qilib ishlash kerak, bunga vaqt bo'ladi, bunga mana sizlar bilasizki, zamonaviy plomba ashyolar chiqib ketgan, ishlash bo'ladi, degan berkitilgan mas'ul xodimlarimiz bor. Albatta bular talabalar bilan shug'ullanadi, savol javob qiladi, o'sha nazariy bilimlari, amaliy bilimlarni birga olib borib tayyorlaydi. Katta rahmat. Endi mana shu yutuqlar bilan yana sizlarni studiyamizga kutib qolamiz. Bugun mana yaxshi natijalar bilan, yuqori natijalar bilan keldingiz va bir emas, bir nechta yangiliklar bilan. Keyingi safar ham bundan ham kattaroq natijalarni sizlardan kutib qolamiz. Charchamang deymiz. Va bardavom bo'lsin deymiz yutuqlar. Rahmat. katta